Assalomu alaykum, Abdulhay darvoza obunachilar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, qay darvozasini boshlaganmiz и ish jarayonlarini polni tanishtirib o'taman. Xudo xolasa Popi darvozasi, Popdan o'lchaganmiz. Poplyovka darvozangiz xudo xolasa boshlandi mana, Samarqand fason. Siz tashlagan darvozani rasmdan ham ideal holatda pichib qo'ydik. Sababi siz tashlagan rasmda bu yoq katta, bu yoq kichkina, bu yoq katta shunaqa edi. Shunaqangi pishdiki, xudo xolasa shunaqa darvoza tiklaganda undan ham ideal holatda turadi. Mana bu darvoza bu ham 2 qavatli skronli fason, yubkali variant. Bu ham xudo xolasa cho'rtoq darvoza, ertaga kraskaga harakat qilamiz boshlashga. Mana bu darvozalarimiz nalishnili Samarqand fason 5 bo'laniki, xudo xolasa mana hozir bir qator tamomatlarni ko'rilyapti. Listlarimiz 208, profillarimiz uchli bo'lgan, pachinli shanner bo'lgan. 30-35 cm oralig'ida xudo xolasa. Mana bu bolalari xudo xolasa. Biz uzunmiz tutamiz. Xudo xolasa uzunmiz noldan tayyorlaymiz. Mashalloh. O'ta sifatli chiroyli chiqyapti mana. Hozir bu ish jarayoni bu. Xudo xolasa Abdulhay darvozalari inshaalloh xizmatingizda mana bu yerda kovunli gullar mana. O'ta ideal holatda chiqyapti. Hozir bu yoqda ham nerisiximda ham ish jarayonlar avjida o'ta qattiq ketyapti, xudo xolasa. Mana bu yerda tayyor darvozalarimiz, skronli fasonlar, Samarqand, Andijon. Mana o'zimizni shaharga qayergadir o'rnaydi bu, xudo xolasa. Bu ham o'rnaydi. Mana bu Gay ekan darvozalari, mana bu Qashqadaryo Dehqonobod darvozasi, xudo xolasa. Bu yerda materiallarimiz ancha kamayib qoldi. İnşallah avtomatik darvozalarimiz, mana telefon nomerlarimiz 55-55'lerimiz. Xudo xolasa mana bu Dehqonoboddan qaytgan darvoza, hozirgina unniga yasalgan darvoza. Sababi darvoza tashqariga o'chirish kerak ekan, biz ichkariga qilib qo'yamiz. Yerga kelavergan, xudo xolasa bu sotuvga qo'yib yuboramiz inshaalloh. Sotuvga qo'yib yuboramiz bu safar YouTube'imizda. Mana bu yerda endi ish jarayonlar. Sifatli darvoza, necha ko'pishtirilishi bunaqa narsa qo'yiladi, xudo xolasa. 1.8 lista lazer bo'lgan Andijon darvozasi, xudo xolasa. Uchkalatida qo'yilgan. Xudo xolasa sifatli, chiroyli chiqyapti. Mana bu darvoza K8, qayerdir K8, mana bu darvoza ham skronli fason, 2 qavatli, to'g'riga 3,5 razmer. Kuzatish davom etasizlar, xudo xolasa xizmatdamiz. Mana bu yerda ham ishlar avjida ketyapti, xudo xolasa. Abdulhay darvozalari xizmatingizda. Darvoza temasida bitta telefon qilasizlar, materiallarimiz vagon, xudo xolasa. Ishini sifatli, chiroyli qilib bitkazib beramiz, xudo xolasa. Mana shu ish jarayonlar shu boshlangan darvozalarimiz inshaalloh hozir YouTube'ga bitta reklamani beramizda, tiklash boshlaganmiz. Birin-ketin darvozalarni yuklash boshlaymiz. Hozir mana shu darvozadan yana bir 2-3 ta chiqayotgan. Bu ham ketgandan unniga sraz yana tiklab, boshqa yerda obzor qilib o'tamiz. Sog' bo'linglar, charchamani, ishlaringizga rivoj.